Yaqinroq keling. Ana shu assalomu alaykum. O'zbekistonga qayerga borsam, men yoshlar bilan ko'rishaman. Parijda ko'rishdim. Nimada ko'rishdim? Malayziyada. Endi mana Varshavada. Mana shu Boss A9 Boss O'zbekistonlik bizni Mercedes yurgan ukamiz Alijon Abdurahmonjonov, to'g'rimi? Bloger ekan. Bu yerda biznes ham bor ekan, o'qiysiz. Qayerda o'qiysiz? Bistu universitetda o'qiyman. 3-kursda. Endi 2-3ta shu biznes bilan ham xudo xolasa. 2-3ta? 2-3ta. Yetyaptimi? Endi Xudoga shukr, Mercedeslar yaxshi. Bunaqa nomeri har kim ham Polshada yura olmaydi, Varshavada. Lekin bizning o'zbek yigitlar yuribdi. Mayli o'qing, O'zbekistonga foydali, manfaatli, yaxshi inson bo'ling. Biz siz bilan doim g'ururlanib kelamiz. Hop, necha yoshsiz? 20. 20 yosh. Qayerdansiz? Surxondaryo. Denoli aka, bizni zimlaga ekansiz. Men hozir bildim. Sog' bo'ling. Denoli qayerdan? Endi sentr Savitskiyda tug'ilganman. Xo'p, bo'ldi. Sog' bo'ling. Mashinalar muborak bo'lsin va omad ishlaring. Hammaga omad. Va bir narsa, rahmat. Bir narsa aytmoqchi edim, mana shu mashinalar turadigan joy stoyanka deydi-ku bizda. Qarang, qanaqa dizayn qilgan. Biza ham oppoq qilib qo'ymasdan yoki kulrang qilmasdan shunaqangi qiziqarli dizayn bilan qilsangiz zo'r bo'ladi. Yana bir marta men omad tilayman. Juda zo'r ukamiz. Sizni Instagramda qaysi nimada topsa bo'ladi? Ali Rahmonov degan akkauntim. Qancha odam bor? 67 ming, 70 mingtaga yaqin. Portugaliyaga borganda ko'p kishi tanishadi. Portugaliyada Ronaldoniga borganman-da. Borganmisiz? Mana Dinolining omadini bersin, zimlakni deyapti. Qarang, biz zimlaklar sizni duo qilyapmiz mana. Men o'z odatda ko'rsatmayman, lekin bu yerda yurib, mana hozir olib yuribdilar shu ukamiz. Rahmat aytaman, hozir ikkita uchrashuvga bordik. Kechqurun yana uchrashuvimiz bor, to'g'rimi? Mana biza turgan mehmonxona osmoni juda chiroyli ekan. E'tibor qildinglarmi? Osmonga yaqin. Osmonga yaqin Varshava. Qarang, juda ajoyib. Juda ajoyib mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad, O'zbekistonimiz faqat oldinga. O'zbekiston yigitlari oldinga. Sog' bo'linglar. Niyatlaringiz, istaklaringiz bo'lsa aytib o'ring. Hammaga yaxshi tilaklar, конечно. Hozir xudo xolasa mana o'tgan hayitlar bilan ham taklif qolaman. Xudo xolasa Yevropaga chiqib, shunaqa o'sib, dunyoqarashni kengaytirib, hammaga nasib qilsa, endi biz ham qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Mana o'zimiz tanishlar kelsa, mahalladoshlar kelsa, O'zbekistonga xursand bo'lamiz. Поддержка xudo xolasa qo'limizdan kelgancha. Поддержка qiling. Albatta. Qo'llab-quvvatlang. Qancha o'zbegimiz bor bu yerda? Endi o'tgan yilgi statistikaga qaraganda 30 ming, 35 ming o'rtasida, lekin hozir qiziqadiganlar juda ham ko'p, o'qishga keladiganlar ko'p. Mana endi yangi studentlarga ish topish yordam berasizmi deyapti-da hozir ukamiz. Ukajon, sizlar bu yerga o'qishga kelgansizlar, o'qinglar. Birinchi, ikkinchi yil o'qinglar. Bilim olinglar. Hozir 16 ming odam kelgan, agar hamma bu yerda ishlayversa, ertaga u masala bo'ladi-da, to'g'rimi? Birinchi o'qish kerak.